Takkanmasa demek birinchi savol modda tushgan. İB'ni formula bo'yicha ochib bersak va İB'ni 5 ni chiqarsak, demak formula bo'yicha ochsak a minus 2b a plus 2b minus 5 ni chiqarib olsak a minus 2b qalam mahrajga tushadi va mahrajni ochib beraman. Mahrajni a kvadrat minus b kvadrat degan formula bo'yicha ochsak a plus 2b dan 5 ni ayiramiz, a plus 2b ga 5 ni qo'shamiz. Depada ikkisinden ham a minus 2b ni masalan a minus 2b ni chiqarib oladigan bo'lsak, a minus 2b ni chiqarib olsak nima bo'lib ketadi? A plus 2b minus 5 qoladi. Pastda esa a plus 2b minus 5 a plus 2b plus 5 turibdi. Demak, iberi bilan beri qisqarib ketsa, depada a minus 2b taqsim a plus 2b plus 5 qoldi. Endi bizlar a bilan buni qiymatini berib qo'yibdi. A bilan buni qiymatini berib qo'yibdi. Shuni ikkab qo'yaman. A ni o'rnina 1,9 ni aytganamiz. 1,9 minus 2 ko'paygan buni o'rnina 0,55 ni aytganamiz. Pastda a ni o'rnina 1,9 plus 2 ko'paygan 0,55 plus 5. 1,9 ayrı 0,55 ni 2'ye ko'paysak necha bo'ladi? 0,55 1,1 bo'ladi. Pastda 1,9 qo'shuv 1,1 qo'shuv 5. Depada 0,8 qalam. Pastda 2 qo'shilsa necha bo'ladi? 3 bo'ladi, qo'shsak 8. Demak bu 0,1 degan javob chiqib beradi. 1 degan javob chiqib beradi. 0,1 degan javob bu variantda to'g'ri. İkincisinde var tuttu. A, B, S minus A kub taksın A kvadrat B plus A, B, S minus B kub taksın B kvadrat S plus A, B, S minus S kub taksın S kvadrat A. Qana berilgan misolni xatma-xat bo'lib o'tdik. Ya'ni xatma-xat bo'lishganda bu yerda a b s ni a kvadrat b ga bo'lamiz. A kubni a kvadrat b ga bo'lamiz. Plus a b s ni b kvadrat s da b kubni esa b kvadrat b ni kvadrati s ga bo'lib o'tdik. B ni kvadrati s plus a b s ni s kvadrat a'ya minus s kubni s kvadrat a'ya bo'ladi. Demak, bo'lingan vaqtida beri depada s pastda a qolib ketadi. Minus beri esa depada a pastda b qolib ketadi. Plus beri bo'lingan vaqtida depada a pastda b qolib ketadi. Minus b bo'lingan vaqtida b taqsim s bo'ladi. Plus beri bo'linadigan bo'lsa depada b pastda s qolib ketadi. Beri bo'linadigan bo'lsa s taqsim a bo'ladi. B'dagi s taqsimi bilan b'dagisi ikisi va bular ham qisqarib ketsa 0 degan natija chiqadi. Keyingisi tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ko'paytmasini topinglar qo'yibdi 3-chisida. Demak, 3-mod testda x ni kvadrati minus 6x plus 8 taqsim x minus 1 minus x minus 4 taqsim x ni kvadrati minus 3x plus 2. Kichkina tenglik. Demak, bunda istek. Bu defa duran kvadrat tenglamani x bir x 2 ni topmasam. X bir x 2 ni topadigan bo'lsam 4 bilan minus 2 dan natija chiqadi, to'g'ri? Pastda x minus 1 turibdi. İbida x minus 4 turibdi. Pastda x bir x 2 ni topsam 2 bilan necha chiqadi? 1 degan javob chiqadi. Kichkina tenglik. Endi bu yerda umumiy mahraj denglasak, umumiy mahraj denglab beradigan bo'lsam, umumiy mahraj nima bo'ladi? Umumiy mahrajda x minus 1, x minus 2 bo'ladi. To'g'rimi? Bu yerda nimadan beriladi? X minus 4 turibdi, x minus 2 ham turibdi. Yana bir dona bersa qo'sh kvadrat bo'ladi. Minus bu yerda x minus nima turibdi? 4 turibdi. Endi ishadagini, ishada x minus 4 ni qo'shib yozib turamiz. Kichkina tenglik. Depada nima chiqarib olsak bo'ladi?
X minus 4'ü çıkarıp alamaz mı? Nol'a bak gider. X minus 2'nin kovuz kvadratı minus 1 kalır. Pastda ise x minus 1, x minus 2. Kichkina teng bo'ladi. Endi formula bo'yicha ochib bersak, qaysi formula bo'yicha olsak bo'ladi shuni? A kvadrat minus b kvadrat bo'yicha. Qaraman. X minus 4, x minus 2 minus 1, x minus 2 plus 1. Pastda esa nima bo'libdi? X minus 1, x minus 2. Kichkina rektangullar. Shunda dapada x minus 4, x minus 3 ve x minus 1'ler qoladi. Pastda x minus 1, x minus 2. Kichkina rektangullar. Hammasini son o'qina qo'ysak. Son o'qinda 1, 2, 3, 4 tane nuqtalar bor. 2 bilan 1 bo'yamaslik kerakmi? Demak, 1 bo'yalmaydi, 2 bo'yalmaydi. 3 bilan 4 nuqtasini bo'yalamiz. Integral. Endi bu yerda qaysi birisi ishora saqlovchi bo'ladi? 1. Plus, minus, plus, minus, minus. Demak, ishora ishora saqlovchi bo'lib qoldi. Bizga minus oraligiga kerak, ina shuni olamiz. Demak, javobi cheksizlikdan 1 1dan 2 birlashma 3dan 4 gacha. Endi bu so'rab turgan tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ko'paytmasi. Demak, bu yerda tengsizlikni qanoatlantiradigan natural sonlar qaysilar bor? 3 bilan 4. Ko'paytmasini so'rab turibdi. Ko'paytmasi 3 kara 4 necha chiqadi? 12 dan natija. Tushundingmi? Keyingisinde var koyuptu. Aritmetik progresiya bilan 4-misolda aritmetik progressiyaning 1-chi, 3-chi, 5-chi va hokazo oxiridagi xatlar yig'indisi 96 bo'ladi. Va 2n minus n minus 2 bilan n plus 2larni yig'indisi 12 yana olsa n'ni topinglar tutdi. Demak, qani berilgan progressiyada, Yine bu yerda faqat tok sonlar yig'indisi turibdi, to'g'rimi? Tok sonlar yig'indisi bo'lib turibdi. Demak, tok sonlar yig'indisida endi ana xat bo'lsa sn'ni sotib oladik. Sn topish uchun boshini oxirini qo'shib 2 ga bo'lib n'ga ko'paytirsak. Endi faqat toklar bo'lsa n taqsim 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak qo'ymaydi. Yani fakat toklar mesela 100 dona bo'lsa, toklar 50 dona bo'ladi, yarim bo'ladi, to'g'ri? Demak, bu yerda n dona emas, n taqsim 2 dona desak. N taqsim 2 dona deb ishladik. N taqsim 2 teng bo'ladi 96. Shunda mana onlara xossasi bo'yicha, xossasida, ya'ni an minus 2 ga an plus 2 ni qo'shganimiz a1 plus a2 minus 1 ga teng. Nereden bilamiz? N minus 2 n plus 2 ni qo'shganimiz 1 ga 2n minus 1 ni qo'shganimizga teng bo'lishi kerak. 2 lar qisqarib ketsa 2n teng, 1 lar qisqarib ketsa 2n. Shunda mana buni 12 qo'yamiz. Taqsim 2 ko'paygan n taqsim 2 teng 96. Shunda bu yerda 3n qoladi 96 ga teng, n teng 32. N 32 chiqdi. Yarimi dona xat bo'ladigan bo'lsa, necha bo'ladi? Yani mesela 32 şöyle koysak 32 63 tane, yani общий 63 taklar gitmeden olmasa yarımın içinden 12 tane 32 tane. Demek общий misalda 32 tane xat var. Yine mesela doğru hatalarını ise teşkil etsek olur. Doğru hatalarını teşkil etmek için en 32 koyduk, bir yere koyamaz şunu. Şöyle koysak. Yani A1 plus A63 taksim 2 köpeğe 32. Şöyle kek koyalım. A1 plus 32 bir kek koyalım. A neçe oldu? Şöyle. A1 plus A63 taksim 2 köpeğe. Birden 63 alın neçeden nasıl xat bo'ladi? 32 tane xat bo'ladi. Denk bo'ladi şu an neçe? 96. Yani şimdi işi de olmasa 32'ye köpeytirib bulan imun onlara. İbera 2 koymasın sen 32. 30 ibera 34. Koşası 64 meram. Van koşası 64 meram. 12 taksim 2 köpeğe 32 teng 6 96. Yani ibera 12'ni koyduk. 12'ni bölsek 2'ye neyse var. 6 bo'ladi. 6'nı köpeytirsek köpek gidecek yani. 32 ve 16 koyarız koy. En taksimde 2 kalmıyor. Neydi? En taksim 2 tane xat bo'ladi, to'g'rimi? 16 koyayım. Şunda en taksim 2 tane, ha, biri 16'ni koyamiz. Doğru. Biri 16'ni koyamiz. Şunda birini defası
12 taksim 2 köpaygan 16, 96. Demek en nechadan olingan? 32. En 32 bo'lgan. 5-chisida A14 20 dan olingan. S28 esa S28 600 dan olingan. A28 so'rabdi. Bunda qaraymiz. S28 dan chiqarsak. S28 deganim birinchi xat bilan 28-chi xat yig'indisini yorumini 28 ga ko'paytirib turib 600 ga tengashgan. Demak, birinchi xat plus 28-chi xat ko'paygan 14 teng 600. İkisini böyle versek 2. A1 koşu A28 köpeğin 7 teng 300 bulan. Şimdi A1 bilen A28'ni A14'e bağlasak. İbe A1'in onlara A14 minus 13 tane d desem var. Bana onlara ise A14 plus 14 tane d. Köpeğin 7 teng 300'e. İbunda 2 tane A14 plus d köpeğin 7 teng 300. İbının içeriden 20 mi? 20 gelen olmasa 2 tanesi 40 oladı plus d köpeğin 7 teng 300'e. Tozatsak 280 plus 7 d teng 300'e 7 d teng 20'ye d teng 20 taksim içi 7. D'ni taptık. Şimdi bize E28 geldi. E28 deyelim. E14 koşu 14 D desem bana E14 20'ye denk plus 14 köpeğe 20 taksim 7. Bu aksiyası 2 kaldı. 40 10 tane 60 katlar 60 tane 60 katlar. Düşündük mü? Yani bu vajdan işlettik bir de bu. Kendisi 5-ci. Aritmetik progresiyada 2-ci 7-ci, 9-ci, 11-ci. Demek 6-cı ile aritmetik progresiyada 2-ci, 4-cü, 7-ci, 9-cı. 4-cü, 7-ci, 9-cı, 11-ci ve 14-cı katları yanındısı. 11-ci ve 14-cı katları yanındısı. 15'e denk. 45'e denk. 45'e denk. Şimdi buna da olmasa dastlabki 17 ta xat yig'indisi. Demek S17 deganini so'rab turibdi. Endi indetamiz qanaqa? Dastlabki 17 dona xat yig'indisini so'rab turibdi, to'g'rimi? S17 o'zini chaqiradi. S17 deganim birinchisi bilan oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lib 17 ga ko'paytirish kerak. Dastlabki 17 ta xat yig'indisi. 9-chi. Tak, nima? İkisini olib beradi. 2 9. A18 bilan ikisini A18 bilan yani indetamiz. Deydi. Yani bu işi beşine kesegelikten lekin nima bu ortada 9 sermişit beradi ekan bizga. Bu şey qaysi A1 bilan D bog'lab osib beramiz. Ne deysiz? Yoki A1 qo'shib 17 D bog'lab osib bersa ham bo'ladi. Shunda bunda esa deydi A1 koşu 3'tü. Plus. Mana. A1 koşu 6'dı. Plus. Mana. A1 koşu 8'di. Plus. Mana. A1 koşu neçədə bo'ladı? 10'dı. Plus. Mana. A1 koşu 13'di. Teng 45. Neçədən A1 oldu? 1 2 3 4 5 tane 5 tane A1 koşu. Neçədən A1 oldu? Koşuma 9'a koşulsa 17, 27, 27, 13 40 27, 13 40 tane d. Sen 45'e 5'e bölü verdim. A1 koşu ne oldu tuttu? A1 koşu 8 d teniçe 9'a. A1 koşu 8 d diyelim. A9'u verem. A9 9'a neydi? Düşünelim. A9 9'a neydi olsa yeni gel değişti. A1 koşu A17 deyelim. A1 koşu A17 deyelim. 2 tane A9'a denk. Doğru. B'lerinde 2 tane A9 olsa. Şunda bana gene de A9 bağlamamız 18 olur. Şundan bunu onlara A1 koşu A17'den onlara 18 koyup durup 2'ye bölüp 17'ye köpeytirelim olsam. B'ye kıskar kese 9 kalıyor. 9 kere 17'den ne olur? 153 denir. Şunu istedim çekken. Başkattan ne var? B'de biz başta hemen sana verdik.
Açıp veremezsen kuyudak ko'rinish keladi. To'ldirasiz. Bo'lib beradigan E9'dan olur. Endi E1 E17'ni qo'shgan 2 dan E9 edi. Xossa bo'yicha. Indekslar yig'imiz 18, 2 dan E9 indekslar esa 18. Demak, bu 9 beradigan bo'lsa 18 deyman. Shunda buni 18 qo'ydik. 2 ga bo'lib hisoblasak 153 dan natija chiqdi. Keyingisi. Agar arifmetik progressiyaning birinchi va n'inchi xatlar yig'indisi 90 a. Demak, 7-chi savol. Agar arifmetik progressiyaning birinchi va n'inchi xatlar yig'indisi 90 dan va SM ham 270 dan yomon bo'lsa, M ni toping deb qo'ydi. Demak, bu sabab. Misol sababi SM ni topib berishni chiqadi. Birinchisi bilan n'chisini qo'shib 2 ga bo'lib M ga ko'paytiramiz, 270 dan. Demak, bu 90 ni 2 ga bo'lib M ga ko'paytirib 270 dan desak, bu ikki qisqarib ketsa 3 qolam, 2 ko'payib bo'lsa M teng chiqadi. 6 dan natija chiqdi. Keyingisi. Geometrik progressiyadan misol 8-chi. 4-chi xat minus 1-chi xat, demak B4 minus B1 teng 52 ga. 52. Keyin B7 minus B1 teng B7 minus B1 teng 1456. Sistema. Bo'lsa S6 ni toping deb. S6 ni so'raydi. Tamam, neyse. Depan açıp versak. B1 kere Q ni kubi minus B1 teng 52. B1 kere Q ni 6'sı minus B1 teng 1456. Depadan B1 ni chiqarmasam ne bo'ladi? Q ni kubi minus 1 teng 52. Pastdan B1 ni chiqarmasam Q ni 6-chisi minus 1 teng ne bo'ladi? 1456. Sistemani bo'lib beraman. Depada Q ni kubi minus 1, pastdagi mana ochib bersam bo'lam, Q ni kubi minus 1, Q ni kubi plus 1 da. Teng ikkisini bo'lsak 1456 ni 52 ga bo'lsa chiqadi. 2 ga bo'lsa plus 4, plus 4 bo'ladigan bo'lsa 44, 446. 416 ne? 16 mı? 416 'ning içinde 8 var tamam. Shunda 1 taksim 28 chiqadi. 1 taksim 28. Bu bilan biz qisqardik. 1 taksim bo'lib qoldi ikki tarafdan. 4 tarafdan ham Q ni kubi plus 1 teng 28. Q ni kubi teng 27 ga, Q tengchi 3. Q 3 ekan. Birinchi xatni topmasak bo'ladi. Birinchi xatni topish uchun ishoratga qo'yaman. Birinchi xat ko'paygan Q 27 dan bir narsa 26 teng 52. Bunda birinchi xat nechaga? 2. Birinchi xat 2 ekan. S6 da yana. Birinchi xat Q ni 6'sı minus 1 taksim Q minus 1. Birinchi xat 2, Q 3 ni Q 3-6-chisi minus 1 taksim 3 minus 1. Deyli 2 bo'lib qisqaradi. 729 dan bir narsa 728 ga natija chiqadi. Tushundingmi? Bu 728 dan zo'r.